Allahqa vəsilər qılğudək əməlimiz bolsun. Abdori Muhammed Yusuf. Vəsilə hacetinin rava buluş üçün özü bilən Allah Taala'nın o'tirsida birər nərsini vasitə qılıb arığı silish deganlikdir. Dinimizdə vəsilə qilish durust bo'lib, Allah Taala bo'lgan iymonni vəsilə qilish, Allah Taala'nın birligini və nuqsonlardan pak ekanligini vəsilə qilish, Allah Taala'nın mübarək ism və sifətlərini vəsilə qilish, özünün yaxşı qılğan əməl ibadətlərini vəsilə qilish, Allah Taala'dan qorxub günah məisətlərini tərk etganligini vəsilə qilish qatarlıqlardır. Bularning ichida ən küçlük vəsilər özümüzün qılğan əməl ibadətlərimizni və Allah Taala'dan qorxub günah məisətlərini tərk etganligimizni vəsilə qılıb dua qilishdir. Amma "Ey Allah, palanının haqqı hörmət üçün duayımni icabət qılğın" degan o'xshash o'liklarni yoki boshqalarning əməllərini vəsilə qilish joiz emas və foydasizdir. Ömər raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Peygamber aleyhisselamdan bunu hadisini rivayet qılıdı. 3 nəfər kişi kitib baratdı. Tosatның qattiq yağmur yığıb ketib, ular bir tağның tegidiki öngörü kirib aldı. Bu vaqtda tağdan çoğun bir taş dumulab düşüb öngörünün ağzını tosub aldı. Ular bir-biriga Allah üçün xalis qılğan əməllərinizlər bolsa, şu əməllərinizlərni vasitə qılıb dua qılıb baxыңlar. Bəlkə Allah onun yüzündən bizə çıxış yol berib qalar deyişidi. Ularning biri mundaq deb dua qildi. "Ey Allah, mening yaşınıb qalğan ata-anam bilan bir narsida balam bar edi. Ular üçün qo'y baqatdim. Har kuni ularga sut ichkizatdim. Bir kuni kech kelib qoldim. Kelsam ata-anam uxlab qopdi. Men sutni seg'ib ekilib ularning beshida tutib turdim. Ularni uyg'otishga ko'zim qiymadi. Ata-anamning uyg'onishini kutib shundoq turib tong atdi. Agar mening bu qilganim sening dargohingda yaxshi amallar qatoridan bo'lib qabul qilingan bo'lsa, bu əməlimnin yüz xatırsı üçün bizni bu xapılıqdan qutquzğın." Şunun bilan Allah ularga bir yoçuq içib berdi. Ularning yana biri mundaq deb dedi. "Tağamның qızını yaxşı görüb qalğan edim. Bir onun bilan yaman iş qilmoqchi boldim. Ammo qiz qat'iy unmadi. Keyincha uning beshiga og'ir kunlar keldi. Şunun bilan men uningga 120 dinar berish bərliga uningdan talabimni ravo qilishni so'rdim. U ma'qul keldi. Men özümni onunğa erişdim deb o'yladim. Ammo o qiz amonatni o'z yo'li bilan almasang sana halol bo'lmaydi, dedi. Darhol o'rnimdan turdim. U menga eng suyimli turuqliq onundan yiroqlashdim. Oltinnimi berib etdim. Ondan o mundaq deb duo qildi. "Ey Allah, sening roziligingni ko'zlab qilgan bu ishim san qabul bo'lgan bo'lsa, bizni bu xapiliqdan qutqizgin." Shuning bilan o'ngörning eg'izi odam batmaydigan darajada azroq ochildi. Ularning üçüncüsü mundaq dedi. "Men ko'p odamlarni yollab ishlatgan edim. Hammasining ish haqqini berdim. Bir kishi ish haqqini olmay ketib qoldi. Uning ish haqqiga mol ilib, mollarimni qo'shib qo'ydim. Uning mili kundan kun ko'payib ketdi. Bir kuni hiliq odam kelib mendan ish haqqini so'radi. Men uningga "Ashu qo'y, kal, to'ga va qo'l qatorliqlarning hammasi seningdir" dedim. Odam "Sen meni masxara qilyapsan? Men sendan ish haqqimni so'rayapman" dedi. Men uningga "Men seni masxara qilmadim. Bularning hammasi sening" dedim. Odam birinim qo'ymay hammani elib ketdi. "Ey Allah, agar men ashu ishni sening roziliging uchun qilgan bo'lsam, bizni bu xapiliqdan qutqizgin" deb duo qildi. Shuning bilan o'ngirning eg'izi butunlay ichilib ketdi. Ular sog'-salomat chiqib ketdi. Peygamber aleyhisselam bu hadisdə bizə vəsilə qilishni öyrətgan və Allah Taalaga vəsilə qılğudək əməllərini qilishning foydasını göstərgan. Biz qaysı əməlimizdən bizni axirətdə dozaqdan qutquzub cənnətə elib kirdiganligini bilmagandek, qaysı əməlimizdən bizni beshimizga kelgan ağır xapılıqlardan qutulub qilishimizga vəsilə bo'lganligini bilmaymiz. Şuna yaxşı əməllərni ko'p qilishdan qat'iy to'xtab qalmasligimiz lozim. Qanchalik ko'p qilsak, shunchalik yaxshi. Qanchalik ko'p kishilarning hojatini ravo qilsak, qanchalik ko'p kishilarni xushal qila olsak, bizning savob jihatdagi zapasimiz shunchalik ko'p bo'ladi. Ashu zapas savoblar bizni dunyo va oxiratning qiyinchiliklaridan qutqizdi. Bizning dasmoyimiz savobli amallarimizdir. Allah Taala'nın yo'lida qilingan har qanday yaxshi ishlar zamoniga va sharoitiga qarata savobdan martaba qozindi.
Kişiler yordamga qattiq muhtoj bo'lgan vaqtda qilingan yordamning darajasi odatdagi vaqtda qilingan yordamning darajasidan albatta yuqori va katta bo'ladi. Bu och qolgan kishiga tamoq berish bilan to'q kishilarga sadiq berish o'rtasida farq o'xshaydigan bir darajadir. Hozir kriz zamoni bo'lganlikdan dunyoning har qaysi joylarida Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq jumhuriyatlarda, xususan Turkiyada nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz vaqtliq ishdan qolgan. Uyda o'ltirishga majbur bo'lib qolgan bir paytda ularga yordam qilish va ularning iqtisodiy qiyinchiligini yeniklatish yo'lida qo'ldan kelganini qilish har qanday vaqtda qilingan xayri saxovatdan va har qanday katta ibodatdan yuqori turadigan, savob jihatda mutlaq ustun turadigan yaxshi amaldir. Xuddi Ramazonda tutgan ro'zaning savobi boshqa vaqtlarda tutgan ro'zalardan yuqori va katta bo'lgandek, mushundaq kriz zamonida qilgan yordamning savobi va darajasi Alloh taolaning dargohida albatta boshqa vaqtlardagi yordamlardan, hatto minglarcha yordamlardan yuqori turdi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya qatorliq davlatlarda jiddiy yordamga muhtoj bo'layotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz intayin ko'p bo'lish bilan birlikda bu davlatlardagi puldor kishilar, hatto katta boylarmi oz emas. Ashu davlatlardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning qiyinchiligini hal qilish ashu boylarning bosh tortolmaydigan milliy va diniy burchidir. Alloh taolo ashu muhtojlarning duo bilan ashu boylarni ko'kiltidi. Aksi holda mazkur boylar ashu muhtoj xalqimizning uvoli qoldi. Mushundaq kriz zamonida Alloh taolaning bandlariga yordam qo'limizni sunish orqali Alloh taolaning dargohidagi yaxshi amal zapsimizni avutsak, beshimizga kun kelgan chog'dagi duolarimizning darhol ijobat bo'lishiga shart hozirlagan bo'lamiz. Har qanday bir mo'min odam Alloh taolaning dargohidagi yaxshi amal zapsining avishini orzu qiladi albatta. Odatdagi insonlar dunyolikqa to'ymagandek, mo'min odam savobga to'ymaydi. Chunki uning oxiratdagi oqibatini belgilaydigan narsa uning amalidir. Alloh taolo boylar uchun zakotni farz qilganning sirtida ijtimoiy yordam, sadiqa, ihson nomlari ostida ko'plagan yordam vositalarini buyurgan. Hatto o'z ixtiyori bilan pul milni Alloh yo'lida ehtiyojli kishilarga sarf qilgan kishining har bir tiyin puli uchun 700 tiyin va uningdan ko'proq berilganligini Qur'on Karim va'da qilgan. Bular yordamning bu dunyolik mukofoti bas, ammo uning oxiratdagi mukofotidan so'z ochadigan bo'lsak, Alloh taolo mundaq deydi: Pul mollarni kech-kunduz yo'shirin va oshkor holda xayr ihson qilganlar Rabbining dargohida savob topadi. Oxiratda ularga hech qo'rquv va g'am qayg'u bo'lmaydi. Ya'ni dunyoda qilgan yaxshiliklardan mamnun bo'lib, hech pushaymon qilmaydi va mangulik baxtlik hayotga erishidi deganlik. Alloh taolo bexillarni zolimlik bilan sifatlab va ularni so'kib, zolimlarga zakotni bermagan yoki pul milni ehtiyojli taraflarga yordam qilmaganlarga hech qanday madadkor chiqmaydi deydi. Rivoyatlarda aytilishicha, burungi zamonda Qobus ismli bir cho'ng boy o'tgan ekan. U o'ldigan vaqtida bolalarga vasiyat qilib, meni tavutga solganda 2 qo'limni tavutdan sirtga chiqarib qo'yinglar deb buyuribdi. Buning sababi haqida so'ralganda, men o'lmaydigandek pul mol yig'ib, uningdan bu dunyoda foydalanmadim yoki boshqalarga nab yetkazmadim. Endi o'lganimda yiqqan dunyolarim shundaqla qoldi. Mening oxiratga quruq qo'l ketganimni kishilar ko'rib ibrat olsun degan ekan. Uyg'urlarning ichida necha milliard dollar topgan bo'lsa-mu, uningdan yo o'zi yoki musulmon qarindoshlari foydalanmay, o'zi va pul mili biraqli nobud bo'lib ketgan kishilar oz emas. Afsuski, bizning yaqinqi zamon tariximiz bundaq tragediyaliklarga bek boy. Dunyoda pul miliga bexillik qilish odatlanib qolgan millatning pul milidan qimmatli narsalardan ayrilib qolganligi tarixning ochiq darsi bo'lib keldi. Tarixning yuqori ochiq saboqlari Alloh taolaning Qur'on Karimdagi kimki bexillik qildi ekan, u o'zining ziyni uchun bexillik qiladi va bexillik qiluvchilar bexillikni o'zir uchun foydali deb gumon qilmasin. Amaliyotda bu ular uchun ziyonliqdir degan so'zlarning haqiqatan rost va haq ekanligini isbotlab turmoqda.